Assalomu alaykum hammaga, sizlar o'xshash kanaldasizlar va mana sotuvdagi jo'jalarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. 7-aprelda chiqqan salkam 15 kunlik jersi kiygan jo'jalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, oyoqlari uzun bo'lib, juda chiroyli bo'lib chiqqan. 25 ta ortiqchasi bor, 10 donasi sotilgan. 25 ta shunaqa salkam 15 kunlik jersi kiygan jo'jalaridan bor. Narxi 40 mingdan bo'lyapti, ulgurib qolinglar. Xo'p, bu yoqda qora shahzoda jo'jalarimizdan bor. Kiygan qora shahzoda zotining jo'jalari ko'rishingiz mumkin. Chetli sog'lom hammasiga vaksinalarni qilib qo'yganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Bular narxi bir haftalik vaksina qilinganlari 60 mingdan bo'lyapti, qora shahzoda jo'jalari. Bu yoqda jersi kiygan jo'jalarimizdan bor yana. 15-aprelda chiqqan 5 kunlik vaksinasi qilib qo'yilgan. Bularning narxi 35 mingdan bo'lyapti. Hamma vaksinalar qilib qo'yilgan, jersi kiygan zoti. Qora shahzodaga o'xshash zot bo'ladi, undan sal bo'yi pastroq, semizroq bo'ladi, lekin bularni oyoqlari uzun bo'lib chiqyapti. Xudo xolos katta bo'lganda juda zo'r narsalar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqurasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Unda korobkalarga chiroyli qilib joylab yetkazib beramiz. Bunaqa korobkalarni olib kelib qo'yganmiz, sizlarga joylab chiqarib yuboramiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.